Jalolobod shahrida daydilar uchun turar joy maskanlari ochildi. 40 o'ringa moslashgan bu yerda ayni kunda 10 nafar odam yashamoqda. 3 nafar ayollar. Bu yerdagilarning eng yoshi 35 yoshda, keksasi 80 yoshda. Bu otaxon mazkur yerga olib kelinganiga 10 kundan oshdi. Anan o'sha yerda mana ko'p odamlar yotgan yerdan men kelmay direktordan so'ranib, qorovullar bilan bir qorovul yotadi. Qorovulxona yaxshi, sharoiti yaxshi, o'sha yerda yashab turishdi. So'randim, o'sha yerda yashab turaman hozir. Shahar hukumati tomonidan muqim turar joy yo'qlari uchun boshpana tashkil etilgani bilan, biroq bu yerga barcha yordamga muhtojlar ham kelavermaydi. Uysizlar uchun ko'rilayotgan bunday g'amxo'rlikdan markaz yashovchilari mamnun. Ularga ko'ra o'z vaqtida taomlar berilib, boshqa sharoitlar ham yaratilmoqda. Bir 15 kundan aşsa biz bularga iç kiyim bereriz. Zumno pastaların samılarını bereriz. Anan o 15 günden aşsa banyaga da aparışka milletimiz. Gevürüne jagat, gevürüne jakpayt. Hazır günde gelgenlerden şu hazır 5'e taka gelip kaldılar. Boshpana shahar rahbari qarori bilan 15 noyabrdan boshlab ishlay boshlagan. Shunda ham bu yili har yilgiga solishtirganda bu kabi markazlarga joylashtirilganlar soni oz. Ko'pchiligi yarim kechada kelib, erta tongda ketishni ma'qul ko'rishadi. Bardığı Rossiyada berdiler. Baldarın var mı? Vaqtincha yashash joyida barcha sharoitlar yaratilgan. Buning uchun mahalliy hukumatdan 91.200 so'm ajratilib, markazdagilarga tibbiy va ruhiy yordam beriladi. Bu yerga oblastdan tashqari tuman va shaharlardan ham kelishadi. Mezgiline qarata 166.500 so'm akcha qarajati qaralib bölündü. Жергиликтүү бюджеттен документтери жок алардын өздүгүн тастыктоочу иш кагаздары. Ошондуктан ошол башпанеге жокмун деп келген адамдарды эле кабыл алабыз. Jalolobod shahrida bu yili daydilar orasida sovuqda halok bo'lganlar ro'yxatga olinmagan. O'tgan yili 5 nafari muzlab qolgan edi. Eslatib o'tsak, mazkur uylar 2011-yildan beri faoliyat olib boradi. Asosiy maqsadi boshpanasizlarni qishki izg'irinli kunlarda va boshqa muammolardan saqlab qolishdan iboratdir. Mazkur loyihani shahar meriyasi qoshidagi xayriya markazi amalga oshiradi.